davlat tashkilotlaridagi faoliyati davomida xodim mehnat ta'tiliga chiqmasdan uni pulli kompensatsiyaga almashtirishi mumkinmi? Mehnat kodeksining mana 230-moddasi bor. Xodimga ish yili tugagunga qadar har yilgi mehnat ta'tili berilishi shart. Endi xodimda ta'tili misol aytaylik, 21 kun har yilgi mehnat ta'tili, jamoat shartnomasidagi qo'shimcha ta'til, ko'p yillik staj uchun qo'shimcha ta'tillar bor. Xodimda ta'til davomiyligi misol 30 kun deylik. Endi xodim ta'tilga chiqmasdan mana shu 30 kun ta'tilini to'lig'icha pulli kompensatsiya qila olmaydi. Sababi Mehnat kodeksining 234-moddasiga muvofiq xodim ta'tilning eng kam davomiyligi, ya'ni 21 kundan oshiq qismini pulli kompensatsiya qilishi mumkin. Ya'ni xodimda mana ta'tillarni jamladik, 30 kun ta'til bo'ldi. Demak, 21 kunini asl holicha olib turib, qolgan 9 kunini o'sha jamoat shartnomasida nazarda tutilgan yoki ko'p yillik staj uchun beriladigan ta'tillarini keyin pulli kompensatsiya qilsa bo'lar ekan. Bu endi albatta ish beruvchi va xodim o'rtasidagi kelishuvga ko'ra bo'ladi. Xodim kelib turib, ta'tilimda 21 kunini olaman, qolganini pulli kompensatsiya qilib bergin deb ish beruvchiga talab qila olmaydi. Ish beruvchi o'z navbatida xodimni majburlay olmaydi. Ya'ni taraflar o'zaro kelishib, har yilgi mehnat ta'tilini, demak, 21 kunini asl holicha, qolgan qismini pulli kompensatsiya qilishlari mumkin. Lekin ta'tilda to'lig'icha, misol 30 kun ta'tillari bo'lsa, ta'tilda to'liq 30 kun hammasini pulli kompensatsiya qilib bo'lmaydi. 230-moddaga muvofiq xodimga ish yili tugagunga qadar ta'til berilishi shart. Endi ayrim bir ta'tillar bor, har yilgi mehnat ta'tillari, ularni taraflar o'zaro kelishib ham pulli kompensatsiya qila olmaydi. Masalan, 1-2 guruh nogironlari, voyaga yetmaganlarga 30 kalendar kundan iborat yillik uzaytirilgan ta'tillar beriladi. Bu ta'tillarda pulli kompensatsiya qilib bo'lmaydi. Hattoki ish beruvchi xodim kelishsa ham. Ya'ni 21 kunini berib, 9'ini pulli kompensatsiya qila olmaydi. Bular mana shu uzaytirilgan 30 kun ta'tilda asl holicha olishlari kerak. Bundan tashqari, mana Mehnat kodeksining 481, 483-moddasida nazarda turgan qo'shimcha ta'tillar ham bor. Bu ta'tillarda ham ish davrida pulli kompensatsiya qilib bo'lmaydi.